Şimdi 29. ders kelgandik. 29. dersni o'tishdan burun ismlarning ko'plik shaklini qanday yasaymiz? Ondan fe'llarningki ko'plik shakli 29. darsdan keyin bog'liq, ya'ni fe'llarning ko'plik shaklini yasash. 29. dars chiqadi. 29. dars fe'llarning ko'plik shaklini yasash chiqadi. Shuni hozir eng boshda ismlarningki ko'plik shaklarini qanday yasaymiz deganni so'zlayman. İngliz tilida ismlar odatda xos ism va odatli ism deb, ya'ni maxsus ism va odatli ism deb ikki turga bo'linadi. Bu maxsus ism deganlar shu odam, yer, joy nomlari, organ nomlari, davlat nomlari degan. Endi odatli ism so'zda odam va narsa va boshqa abstrakt hukm, ya'ni odam va narsalardan boshqa abstrakt hukmlar, ya'ni ism turdagi ashlarni odatli ism deb ataymiz. Shu İngliz tilida ismlashtiruvimiz ikki turga bo'ldi. Maxsus odamlar, yer, joy nomlari, o'rin, organ nomlarini bildirgan. Bunlar endi odatli ism so'zda odam va narsalar. Bundan boshqa abstrakt narsalar hukmni bildirgan ismlar. Odatli ismlar. İsmlarning ko'plik yasash shakli odat 4 xil yasash shakli bor. Ba'zi bir ismlarni odatda ya'ni ko'plik yasalmaslik qarab turib qoidalik va qoidasiz deb ikki turga bo'linadi. Qoidaliklar yasash shaklimiz, ya'ni ismlarni ko'plik aylantirishni yasag'ini bo'ldi. Endi qoidasiz degani buningki yasag'ini bo'lmaydi, faqat yodlab bilganmiz. Ba'zilarining hatto o'zi shu ham ko'plik ham nima bo'la oladi, birlik shakl bo'la oladi. Ammo ba'zilarininki ko'plik shakllarni nima shakli, ya'ni birlik shakli o'xshamaydi. Faqat yodlash orqali bilamiz. Bular oz, bunda 10 chiram ketmaydi. Eshik baribir unutmaydi. Endi qolganlarimiz qoidalik fe'llar. Bularni yasashning 4 xil usuli bor. 4 xil usul bor. Birinchisi oxiri, ya'ni ash so'zning oxiri, ya'ni ash so'zlayotgan mazkur ismning oxiri es, o, x, ch, ya'ni ch, andan jo sh, andan jo oxiri s. Ashlardan oxirlashgan ismlarni ko'plikka aylantirishda, ko'plik shaklga aylantirgan vaqtimizda oxiriga bevosita sni qo'shamiz. O'sha bevosita sni qo'shamiz. Sni qo'shamiz. Ya'ni oxir qarpi, ya'ni ismlar, mazkur ismlardagi biz ko'plikka aylantirmoqchi bo'lgan ismlardagi eng oxirgi harf o, x, ya'ni x degan bormasmi? X kezmediki x shu. X, andan o harfi, unikinichi ch, unikinichi sh, oxirgi s. Ash 5 harf bilan oxirlashgan, ya'ni ash 5 harf bilan oxirlashgan so'zlarga ismlarning ko'pligini aylantirgan vaqtimizda esni qo'shamiz. Ya'ni hech qanday qilmaydi, ash esni qo'shsanglar to'g'ri bo'laveradi. Ikkinchisi so'zsani oxir harfi y harfi bilan oxirlashgan. Oxir harfi y harfi bilan oxirlashgan ismlarni ko'plikka aylantirishda ash y harfini ayga ojizlashtirib, ya'ni y harfini ayga aylantirib, ojizlashtirib es qo'shamiz. Birinchisi nimasi? O, x, ch, sh, ya'ni s degan harflardan oxirlashgan so'zlarning ismlarning ko'plikka aylantirgan vaqtimizda ashlarning keyingi bevosita esni qo'shatdik. Esni. Endi ikkinchi so'zini oxirgi harfi y harfi bilan oxirlashgan so'zlar. Y harfi bilan oxirlashgan ismlarning ko'plikka aylantirgan vaqtimizda ash yni ayga ojizlashtiramiz. Ojizlashtirgandan keyin esni qo'shsak bo'ldi. Masalan, factory degan element deydi. Factory. F O C T O R Y. Y bilan oxirlashdi. Buni ham ko'plikka factories deganda
Y'ni A'ya aylandırıp es koysanlar aşina şekilde, aşina köpek şekli oldu deyince. Hem de üçüncüsü olsanlar ahır harfi. Yani de ahır harfi F. F harfi yani sınıftandaki F. F. F ve FI. FI bilen ahırlaşkan sınırlarını köpek aylandırıp vaxtımızda. Adette F ve FI'ni VES ki azlaştırmaz. Yani şu F ve FI'ni taşlayıp VES'ni koysak aşının köpük şekilde yapılır deyince. VES'ni koysak aşının köpük şekilde yapılır. Hem de bulardan başka olsa muşlardan başka tötünse hem de bulardan başka harfler, ahırkı harfler muşu. Biz hazır sanap etken birincisi 5 harf O, X, C, H, S, H, S. Onun kendisi Y harfi, onun kendisi F, FI. Başlardan ahırlaşmayan, başka harflerden ahırlaşkan sözler söyleseniz, bir vasıta esni kuşapla köptek aylandırsanız, bu liver deyince. Mesela, bok. Bok deyen kendinin bu, K harfi var, K harfi. Bunun esni kuşapla koysanız bu deyince, box. Bu liver'de. Aslında, muşu üç kaydenin sırtıdaki, yani kaydeliklerin gibi ama bu. Muşu üç kaydenin sırtıdaki, larning hemmasiga bir vasıta esni kuşapla köptekni hesap etsanız, bu liver'de. Çünkü bu sınırların köpek şeklini yasaş, bu şu tutulduğu kaydısızlarını yadlap bilimiz. Kaydıklarından ki muş köpek şekilde. Yani bir tekrarlap takdimini. Ahır harfi O birincisi. Ahır harfi O, X, C, H, S, H ve S bilen ahırlaşkan sınırların köpek aylandığı vaxtımızda ularga İ'sini koysaklı buldu. Ahırda İ'sini koysakla köpek şekilde yatıldı. Bu bir. İkincisi, ahır harfi Y harfinden ahırlaşkan sınırdaki en ahırki Y harfini A'ya acizlaştırıp İS koşumuz. A'ya acizlaştırıp İS koşumuz. Üçüncüsü ise ahır harfi F ve FI bilen ahırlaşkan sınırlarını köpek ayında vaxtımızda F ve FI harflerini taşıyıp Aşının ornuğa, yani onu çıkarıp ötüp, onun ornuğa V, yani W emese, V harfi var, V, I, S'ni koşumuz. Yani bunun sırtındaki harflerden ahırlaşkan, muşlar avazı degenden başka harflerden ahırlaşkan isimlerin çoğu, köpüklense vaxtında, bir vasıta S harfini koşup koysak burada denge. Mesela K, H, K, başka T, degendeki harfler mesela, it, oynama. T, K degen aşında B, aşeriflerden akıllaşkan sözlerin hangisi esna kuşapıp koysam buluyor deyince. Yani bu kaydelikler yakartıldı. Çünkü bu isimlerindeki köklü şekilde muş kaydını için oturtasını buldu. Hem de akşam sözler 29. ders gelgen çok. 29. ders. 29. dersinin temisi come in Amy dedi. Come in Amy. Come deyince kır deyince. Kelmek deyince. İn deyince içik gel deyince. Yani içik gel. Biz Uygurca içik gel dememiz kirdi. İçik kir yaki. İçik kir yaki kiran deriz. Öyle içine bir çekli come in deriz. İngilizce'de inter dedi. Inter. Inter dedi. Şimdi tak çekiyoruz. İngilizler come in dedi. Nimeler Amerikalılar come in dedi. Nimeler çoğursana İngilizcelikler inter dedi. Adette reyni çıkarmayacak. Inter deyince. Inter deyince kompüterde inter konuşsamaz mı? Aşı. Kreş deyince. Şimdi şekilde zaman inter yani inter deyince kren deyince. Şimdi come in kren deyince. Amy deyince edilmez. Ne bu? Amy. Come in Amy diyelim. Kren Amy deyince. Buradan sözlüklerini bir kürüversek
Sözlükte bunun 11 sözlük varken şat degan aldırgı qitim öğrenip bolgan. Şat degan gep, itiş degan gep. Bedroom, bed degan karvat dep öğrenip bolgandyk. Room degan öy degan gep. Ana bu bedroom ikisi birleşip yana bir ism yazady. Bedroom, yani karvat ba öy demekçi. Yatak öy demekçi. Yatak öy. Untied. Untied degan kalayımqan. Bir qitim ko'rib boldik bu sözlükni. Untied. Must degan gep çukum degan gep. Çukum, zürür, lazımlık degan gep. Open degan gep, açmak degan gep. Şart bilen şikisniki. Qarım qarşı. Air degan gep, hava degan gep. Air, hava. Yani yana bir ma'nosi hava o'tkazmak degan ma'nosi. Put degan gep qo'ymoq degan gep. Put. Put on deb qo'ydim. Put on. Kiyish bo'ldi vaqtda. Put on bo'lsa kiyish bo'ldi. Put bo'lsa qo'yish bo'ldi. Put. Clothes. Clothes degancha kiyim bo'ldi endi. Clothes. Clothes, kiyim. Wardrobe degancha wardrobe degan shkaf degan gep. Shkaf. Dust degan gep chang to'zon degan. Dust. Dust. Masalan, yellow dust deydi. Bizning vatanda 4-oydan Qashqar tarafida, Xotan tarafida 4-oyninki, 3-oyninki, 4-oydan boshlirmish qilib 15 kunida chang-to'zonlik havo rayi bo'ldimizmi? Ash chang-to'zonlarni dust deydi, dust. Yellow dust. Yellow degan teriq degan gap, yana teriq to'pa degan. Teriq to'pa. Dust. Sweep degan gap, splash degan gap, sweep, splash. Sweep the floor, sweep the room degan. Uyni splash, qo'lni splash degan. Qag'in tekstlar ona diyalog qarab ko'rlar qani. Come in Amy. Bu diyalog ikkilangan. Kim ekan bu? Mr. mikin, Mrs. mikin? Mrs. Jones. Jones. Yani John Hanım ekan. Andan Amy şu. Amy bilan John Hanım. Yani biz uy egisi bilan mulozimatchiniki, tadbiqchiniki Mrs. ekan diyalog ekan. Mrs. Jones. Boshlaydi. Come in Amy. Come in Amy. Come in Amy. Kiran Amy. Yani kiran Amy deyin. Shut the door please. Shut the door please. Shut deyin. Itish deyin. The door. Item nimene? The door. Ishikni. Please. Ishikni deb item. Endi shut the door desam bo'laverdi. Shut the door. Ishikni yapang deyin. Ishikni yap deyin. Endi please olsa endi yurmashak bo'ladi. Ishikni yapib item. Ishikni yapang. Ishikni resimdagi shu shut the door please deyin. Kirganniki supugina deb kiribdi ku. Amarab tursa kirang debdi. Ishikni Andan ishikni resimcha supugina deb kirganniki ishikni yapang deydi. Üçüncü resim qarasanglar, this bedroom emas, this bedroom is very untidy. Bu yatak uy bo'lsa, qanday ekan? Qalayimqan. Qanday qalayimqan? Intayin qalayimqan ekan. This bedroom is very untidy. Bu yatak uy bo'lsa, nihoyat qalayimqan. Ammo Amy debdi, what must I do, Mrs. Jones? What degan nima deydi? Must zurur. Keraklik degan. Men do. Men nima ish qilishim kerak? Men nima ish qilishim zarur? Men nima ish qilishim lozimmi qani? Men nima ish qilishim kerak degan. Mr. Jones, yani Mrs. Jones xonim, men nima ish qilishim kerak? Endi Jones xonim ko'rsatdi, yo'l ko'rsatdi. Open the window and air the room. Open. Oching the window. Deraza oching. And ham air, hava, the room. Yani bu hamda air degan gap bir ma'nosi havo bo'lganda endi bir ma'nosi shu havo o'tkazmak degan ma'nosi bor. Arliqda havo chekit o'tkazmak. Shu air the room. Yani uyga havo o'tkazing degan gap shu uyning havosini almashtiring degan gap bu. Çünkü uyga havo o'tkazing degan bo'ladi. Ash degan so'z chiqarib endi Uyg'urcha ilmiy tarjima qilgan vaqtida uyning
öyninki havasını almaştırıyorum deyin gep. Dirizni çep, öyning havasını almaştırıyorum deydi. Yani hocanın havasını almaştırıyorum deydi. 4. resimdeki şu. 5. resim then deyin gep adette undan kin deyin gep. Ondan kin, andan kin deyin gep. Ondan kin. Then put kuyun. Nimene? These clothes. Bu kiyimlerini kuyun. These degan nimite desninki köpleşik deytiş. Ama des bu kiyimlerini hem bular kiyimler dememiz hem biz Uygurca İngilizce bular kiyimlerini degen gep buldu bu. Bular kiyimlerini. Hem biz Uygurca bu kiyimlerini dep yani beşideki işletmemiz kendiki işletmemiz deyin. Bu kiyimlerini kuyun. Nege? In the wardrobe. Yani kiyim işkabının içine kuyun demekçi. Put in deyin gep içine koyuş deyin gep. İçine koyuş. Put in. İçine koyuş. Nenin içine? The wardrobe. Yani aşı kiyim işkabının içine kuyun deyin. 5. sırasını şu. 6. sırasını şu. Then ama yana then deyin gep anden keyin mesela tamak yap bolgandan keyin anden bunu kıldım bunu kıldım degan böyle gep var biz oyoksun. Şonda then de devasan biliyoruz. Then make deyin gep kılmak deyin gep. Kılmak, yasamak deyin gep. Mesela made in China degan, made in Japan degan, made in Turkey degan, made in America degan. Bizde var. Made in yasalgan demekçi. Made degan aşı make'ninki ötken zaman şekli. Yani Xitoyda yasalgan, Yaponda yasalgan, Amerikada yasalgan degandek gaplar var-ku, kiyimlerge hem nima qarasaňlar. Aslında made in China degenge yani Xitoyda yasalgan degenge made degenge muş make'ninki ötken zaman şekli. Qaydysyz paydo bolýarka made bol degenge ötken zaman şekli. So then made the bed dedi. Yani andan keyin karavatlarını retleýänler. Näde karavatny kılan bilmeýän de retleş diýen mänisy diýen. Make yani karavatlarını retleýän. Yani karavatnyň üstündeki birimlerini jygyşdyryp karavatny pakize kılan yani retleýän demekçi. 7. karsanlar dust dedi. Dust diýen nima? Sürtüş diýen. Dust diýenden sözlükden belki öýretip goýan. Dust. Sürtüş. Yani birisi çantuzan diýen mänisy. Näden de dust diýen gep sürtüň diýen. Nimene? The dressing table. Dressing table diýen nima? Ayallarnyň girim stili diýen. Ma garasaňlar 7-nji resimde garasaňlar aş girim stili aýna boldy. Dressing table. Yani girim stilini sürtüň diýen. Girim stilini sürtüň. Then andan keyin sweep the floor. Sweep diýen gep. The floor was kollarny süpüren diýen. 8-nji resim. Sweep the floor. Andan keyin kollarny şunu ben bir kıtım tüzerek okuyduğum ikisini o diyaloğunu şunu bu diyaloğu çıktığınızda come in Amy shut the door please this bedroom is very untidy what must I do Mr. Jonas open the window and air the room then put these clothes in the wardrobe then make the bed use the floor mikrofonlarını takip duranlar dersler farklı. Yani meşgul gelsek meşgulde kaminin şartı doğru open the window demeye bilmeyen de koyup bunu izlemek bir varsan olacak. Must diyen şu var. Alakayım. Nimisini bulduruyor. Please zürürlüke yakıp ya ifadesini buldum. Mekli bir denge mi yani bana da tutulmadı. Karavatı saçımız şu karavatını düzleştirişim. Retleştireyim. Hani 29. derste sözler bir takılan bir söz batı. Fiillarınki nimisini sözleş. Fiillarınki what must I do dep bir çıkıp hem de bu do fiilliklerini bilimiz
Adetde mesela I make the bed olsa, make the bed, I make the bed olsa, men kravatını yığıştırdım. Yani kravatını retildim. Then I eat an apple. I eat an apple. I watch TV. I watch. Men gördüm. Nimeni? Televizörünü. I watch TV. They watch TV. We watch TV. Yani üçüncü şahıs qaraganda, yani u köyde. Yani birisi ayalla qırtgan, birisi erlar qırtgan. Yani birisi nerse qırtgan. Unda o vaqt ne deyilganda eat, watch deymiz. Watch degan so'zdagi oxiridagi oxiriga watch deb bir es qo'shilgan. Uchinchi shaxs. She watches. He watches deb. U ko'rdi. Yani uchinchi shaxsniki fe'l bo'lgan vaqtda uchinchi shaxsdan keyin fe'llar kelgan vaqtda yana odat fe'llar zaman bo'lmagan odatli zamandagi. Sen eat, watch, make deganlar odatli fe'llarniki. Bu holatda vaqtimizda uchinchi shaxs bo'lgan vaqtcha shu fe'llarni keyingi o'zgarish bo'ldi. Uchinchi shaxs bo'lgan. Sen watch degan gap I watch, you watch, we watch, they watch. Bu faqat o'zgarmaydi, mushkat bo'ldi. Uchinchi shaxs bo'lgan vaqtcha it, yani iştlarni desek mesela, kalalarni desek, narsalarni desek, it watch demek. Endi he watch, he degan uchinchi shaxs. She watch, she degan uchinchi shaxs. Endi oxirgi ismlar bo'ldi. TV bo'lamizlar, sinema bo'lamizlar, nima bo'lsa bo'laveradi. Bu ishni ko'rganimni keyin ismini to'shqab qo'ysam bo'ladi. Endi bularniki bu odatdagi zamandan keyin fe'l savollarni qanday yasamiz degan vaqtda, masalan, I make the bed deb chiqadi. What must I do? What must I do? degan. I make the bed. Men kravatni yig'ishtirdim. Yig'ishtirmadi, ya'ni yig'ishtirmadi. Odatdagi zaman yig'ishtirmadi. Endi buning savol shakli qanday bo'ldi desanglar, yordamchi fe'l do. Bilamizmi? Ikkinchi shaxs, birinchi shaxs ko'plik, ikkinchi shaxs ko'plik. Lega ko'plik shakllarga shu oldiga birozni o do'ni qo'yaplar. Savol shaklini yasashlar bayon jumlasidan keyin. Sen bayonida I make the bed. Men kravatni yig'ishtirdim. I make the bed. Yig'ishtirmadim. I make the bed. Kravatni yig'ishtirman. Endi bunga savol shakli sen kravatni yig'ishtiramsan? Endi men kravatni yig'ishtiramdim degan desinda nima? Do. Aldiga do'ni qo'yib so'raymiz degan gap. Do I? Do you? Do we? Do they? deganda. Do I make the bed? Do you make the bed? Do they make the bed? Do we make the bed? Men kravatni yig'ishtiramdim. Sen kravatni yig'ishtiramsan. U kravatni yig'ishtiramdi. Deb savol shakli bo'ldi. Endi buni qisqa javob berish bo'ldi. Yes yoki no deb javob. Endi keyingida biz mesela yes. Aşı almash yoki ega, uning kendi fe'l. Yes, I do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, we do deb. Agar egisi, ya'ni egisi uchinchi shaxs bo'lib qolsa, then he makes the bed. She makes the bed. Endi it desam ham bo'ldi. It makes the bed. U kravatni yig'ishtirdi. U kravatni yig'ishtirdi. Endi u kravatni yig'ishtiramdi. Lekin biz yig'ishtiramdi. Degan vaqtda nima deymiz endi? Buni do'ni olmaymiz. Shu makes degandiki bir s harfi nimaga o'tkazilgan. Uni tashlayib tutla. Do ya'ni yordamchi fe'lning keyindan fe'lning asli shakliga kirgan bu ishni eson deb qo'yganman. Qanday fe'l bo'lsa, yordamchi fe'lning keyindan fe'lning asli shakliga keldi. Ya'ni o'tgan zaman shakli, u shakli, bu shakli kelmaydi. Masalan, bir jumlada yordamchi fe'l bo'lsa, ashning keyindagi fe'l asli shakli bo'ldi. Do lamda qanday yordamchi fe'l bo'lsa.
Yani bu erkek yerden çıkıyor, yerden çıkıyor ama emin zarayın. Bunu kendin bunu üçüncü şahsınki soğanı soğa bakkandan sorayımız diye baktı. Üçüncü şahsınki duy olmaydı. Does olur denge. Does. Does he, does she dep sorayımız denge. Yani bu vakta does he make the bed? Make olur denge. Makes bulmaydı denge. Does she make the bed olur denge. Fiil mayna olur. Yani bu fiillarınki üçüncü şahs özgürlüğünü qanday yasaymayız? Üçüncü şahs özgürlüğünü qanday yasaymayız? Üçüncü şahsda hem fiillar sizin özgürlüğü. Ularninki özgürlük şekli asasen üç xil şekilde buldu. Birinci xil şekli ahirki hərfdə S, X, O, CH, SH bilan axırlaşqan fiillarga ES qo'shamiz. Mayliqda bayatdan qismlarning ko'plik shaklini yasashga biroz o'xshab qoldi ekan. Uning X yo'q. O'xshab qoldi ekan. Uning nima degan to'q? E, S, X, O, CH, SH bilan axırlaşqan ismlarga degan to'q. Ismlarga ismlarning ko'plik shakllaridan javobatımızda ES'ni qo'shamiz degan. Endi mana nima debdi? Aş hərflərdən axırlaşqan, yəni S, X, O, CH, SH bilan axırlaşqan fiillarga axırga ES'ni qo'shsaq, Aşның üçüncü şəxs şəklindəki fiil yazıldı. Üçüncü şəxs şəklindəki fiil. Mənası özgərməydi bununda. Mənası özgərməydi. Faqat üçüncü şəxsninki şəkli özgərdi. Yəni üçüncü şəxsdə muş Aşında şəkildə keldi. Yəni özgərək keldi deyə. Məsələn, make degan makes deyə. Andın go degan barmaq. Bununki axir qaysi hərf var? O hərfi var. Yani bunu mesela I go, you go, they go, we go deyimiz. Endi u bar deganimiz she goes deyimiz. He goes deyimiz. Nima qo'shilataningda oxirida o harfi bo'lganligi uchun es qo'shib ketganiga goes deb. I do, we do, he do, ana I do, you do, we do, they do. Endi do keldimi? Endi ben qildim, u qildi, ular qildi, biz qildik deymiz. Endi u qildi desak deymiz she does, he does deymiz, it does deymiz. U qildi. Endi do degan fe'lninki oxirgi nima? Oxirgi harf qaysi harfi? O harfi. Buning o harfi bo'lganlik, o harf bilan oxirlashganlik uchun es qo'shib, boshning uchinchi shaxs fe'lisini yasaymiz deymiz. Shunga S, X, O, CH, SH bilan oxirlashgan fe'llarning oxiriga es qo'shib, boshning uchinchi shaxs fe'lisini yasaymiz. Bu birinchisi. İkinci so'zlar oxirgi harfi y harfi bilan, ya'ni egrik deymiz. Y harfi bilan oxirlashgan fe'llarga y'ning oldidagi suzuq tovush y'ning oldidagi qaranglar. Oxiri y bilan oxirlashgan fe'ldagi shu y'ning oldidagi harf qaraymiz. Bu ko'plik aylantirish shakllarına o'xshamaydi ama bu. Onun faqat ayga aylantirib ko'plik ismlarni ko'plik aylantirib oxirgi y o'sqanday qildik. Ayga aylantirib, ya'ni ayga ajizlashtirib, andan es qo'shatdik. Endi mana nima debdi? Oxirgi harfi y bilan oxirlashgan fe'llarning uchinchi shaxs shaklini yozgan vaqtimizda shu y'ning oldidagi harfni qaraymiz. Agar shu y'ning oldidagi harf suzuq tovushlanib qolsa, ya'ni y'ning oldidagi harf suzuq tovushlanib qolsa, uningga bevositalasini qo'shamiz. Masalan, play degan bir gap bor. Play o'ynamoq, play game deb qo'ygan gap bor. Play o'ynamoq. Endi buning play deganiki oxirgi y harfi bilan oxirlashdi. Uning oldidagi harf qaysi? A harfi. A degan qanday harf? Suzuq tovush degan. Shunga buning oldiga keyinga s ni qo'shib qo'ysanglar uchinchi shaxs so'zlar. I play, we play, do, you play, they play, we play, you play. Endi uchinchi shaxs bo'lgan uchun she plays, he plays deydi. Bir s qo'shildi keyinga. Nima ish s qo'shildi? Y'ning oldidagi harf suzuq tovush bo'lganligi uchun s qo'shildi. Agar y'ning oldidagi harf uzuk tovushlab qolsa, u vaqtda
ismlarning iliqi ko'plik shaklga benzer o'xshab qoladi. Masalan, agar Y'ning oldidagi harf suzuq tovush bo'lmay, uzuk tovush bo'lib qolsa, uni Y'ni biz Ayga aylantirib, andan es qo'shib uchinchi shaxs shaklini yasaymiz degan gap. Masalan, study degan o'rganmak degan gap. S T U D Y. Oxirgi harf nima ekan? Y harfi. Buning oldidagi harf qaranglar. D degan qanday harf? Suzuq tovushmi, uzuk tovushmi? Bu uzuk tovush. Uzuk tovush bo'lganligi uchun buningdagi Y'ni Y'ga aylantirib, es qo'shamiz. Endi masalan, I study, you study, we study, they study dedik. Endi u o'rganish qildi, men o'rganish qildim, u o'rganish qildi, u o'rgandi, bu o'rgandi. Endi u o'rganadi deganimiz she studies deymiz. He studies deymiz. S T U D I E S deymiz. Oshadagi Y'ni oxirgi D'ning keyingi Y'ni i'ga aylantirib, andan es qo'shamiz deymiz. U o'rgandi. Ma'nosi o'xshash. Faqat uchinchi shaxs shaklda kelishlar o'xshamaydi. Endi buningdan bu uchidan bu hozir so'zlab bo'lgan ikkisidan boshqa ahvolda shu o'zinglar qolgan hammasi es qo'shsang bo'laverdi endi. Masalan, T bilan oxirlashdi. It degan yemak degan gap qo'y. Make degan qilmoq degan gap qo'y. Endi makes deymiz, eats deymiz degandek. It degan yemak. Ay shakli. Endi buni savol shakli birinchi shaxs va ikkinchi shaxs, birinchi shaxs ko'plik va ikkinchi shaxs ko'plik, uchinchi shaxsning ko'plik bo'laverdi. Ularningki savol shaklari qanday bo'lsa, bayon jumlasiga jumlasining oldiga, ya'ni bayon jumlasining oldiga eng oldiga do degan bir yordamchini qo'yib qo'ysak, u bayon jumlaningki savol shakli yasaladi. Masalan, I watch TV, you watch TV. Watch degan ko'rmak, TV degan televizor degan gap. Televizion. Men televizor ko'raman, u televizor ko'rdi, ular televizor ko'rdi, biz televizor ko'ramiz. Yo'q. Endi buni men televizor ko'ramdimi, u televizor ko'ramdi, sen televizor ko'ramsan, ular televizor ko'ramsa deganingda savol shaklini shu do'dan birini oldiga qo'yib qo'ysa bo'ladi jumlaniki. Do I watch TV? Men televizor ko'ramdim. Do you watch TV? Sen televizor ko'ramsan? Do they watch TV? Ular televizor ko'ramdi. Do we watch TV? Biz televizor ko'ramdi. Endi uchinchi shaxs shu. She, it, he degan gap bor. She watches. Endi watch deganning es qo'shish nomi nimashqa? Ch bilan oxirlashgan oxiri. Shuni es ni qo'shamiz degan gap. She watched TV. U televizor ko'rdi. He watched TV. U televizor ko'rdi. It watched TV. U televizor ko'rdi. Yani eshiklar televizor ko'rsa deymiz. It degan. Endi buning savol shakli qanday yasaldi desanglar, do aslidagi do kalan bir qaytdan almashtirib suluvati bo'ldimda deb turing. Doesni bayon jumlasining oldiga doesni qo'yib qo'ysang bo'ladi. D O E S. Yani do fe'lininki uchinchi shaxs shaklini bayatni degan qoidalik fe'llarninki yasash shakli bor emasmi? X O S C H S H bilan oxirlashganlarga es qo'shimiz degandik. Shuni do deganda o bo'ldi oxiri. O bilan oxirlashdi. Shuni es qo'shimiz. Does bo'ldi. Vaqtni neymiz? Does he watch? Endi watch deymiz. Watch demaymiz degan. Chunki bir yerdan fe'lning kelgan fe'lning asli shakli keldi. Boshqa shakl kelmaydi. Does he watch TV? U televizor ko'ramdi. Does he watch TV? U televizor ko'ramdi. Does it watch TV? U televizor ko'ramdi. Masalan, asli bu yerdan chiqib, masalan, I love you degan bir gap bor. Men seni suyman degan gap bor. I love you. Buningki asli jumlasi shu. I do love you degan gap. I do love you. Endi avvalgi do chiqib qoladi qolgan. Bu ingliz tilining qanday bir nimasi bor ekan. Masalan, har qanday jumla masalan I make the bed deganga I do make the bed. I love you degan I do love you. Men seni suyman. O'xshash ma'nosi o'xshash. Asl jumlasi bu ekan. Keyin
o'zgarishlar do'ni olmaydigan bo'libdi. Faqat inkor shaklida u do'ni oldi ekan. Masalan, ashuna inkor shaklini I love you deganning inkor shaklini qanday yasaymiz? Buni oldin natni qo'shib qo'ygan bo'lmaydi gap. I not love. Undagi gap anlamadim. Buni oldin nima qo'shamiz? I do not love you. Men seni sevmayman. Endi u yerdagi do nerdan kelib qoldi? Aslida bor do. Ammo normal vaqtda uni tashlaydi ekan, ishlatmaydigancha uni. Faqat inkor shaklga kelgan vaqtda paydo bo'la qoldi ekan. I do not love you. Men seni sevmayman. Don't. Ya'ni masalan DP'lik bayon jumlaning inkor shaklini qanday yasaydik? DP'sining killa bir natni qo'shib qo'ydik, shundaymi? Endi bu odatdagi fe'llik bayon jumlalar uchun, ya'ni odatdagi fe'llik bayon jumlalarniki shu inkor shaklini vaqtda fe'lning oldiga natni qo'shib qo'yishlarni tushib ketmaydi. Ya'ni do'ni qo'shamiz degan. Do not degan. Shuna hozir buncha bo'lsin, hozir yana 30 darsni boshlaymiz. 10 minut savol so'raydiganlar savol so'rab men qilsam bo'ldi. Men bir tushib chiqman hozir. 2 minutlar.